بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mana o'ncha kun burun va'da qilganimiz, mana shu rizq haqida, rizqqa taalluqli bo'lgan darslarni bugun birinchisini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Inshaalloh bu darslarda eshitgandan keyin agar Alloh bizni qalbimizga buni jo qiladigan bo'lsa, xotirjamlik degan narsa nima ekanligidan ozgina xabardor bo'lsak ajab emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni yer yuziga tushirganidan keyin u kishini yer yuzida yashashligi uchun kerak bo'ladigan qonun qoidalarni Alloh taolo nozil qildi. Va ana shu qonunlar bilan yashashligi insonni hayotda xotirjam yashashligi va vafot etgandan keyin Allohning huzuriga borgandan keyin jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan hukmlar edi. Alloh taolo bandasiga mehribon va bandasini qiylanishligini xohlamaydi. Ba'zi Alloh taoloning siz bilan bizga tushirgan hukmlari nazarimizda bizga mashaqqat, bizga og'ir narsaga o'xshab, biz uchun tushunarsiz tuyulgan bo'lgani bilan bu albatta bizning foydamizga bo'lgan. Buni misoli farzandi sariq kasal bo'lib qolgan ota yoki ona bolasini doktorga olib borib, qo'lini tutib beradi, doktor tomiriga igna sayadi. Bir marta tushib qolsa, xo'p, bo'lmasam tovoniga sayib ko'radi, hali boshqa yerga sayib ko'radi. Farzand ota-onasini qilayotgan ishiga tushunmaydi. Nimaga meni bunday mashaqqatga qo'yyapti? Aqli zaif bo'lganligidan, hayotiy tajribasi bo'lmaganligidan bu yina sayishlik unga foyda ekanligini tushunmaydi-da, xohlamaydi. Agar ota-ona bolam qiynalmasin yina saylab qo'y deb qo'yadigan bo'lsa, unga yaxshilik qilgan bo'lmaydi, balki zulm qilgan bo'ladi. Bolasini halok bo'lishiga sabab bo'ladi bu narsa. Bu tushunga o'xshagandek Alloh taoloning ba'zi bir hukmlari bizga og'ir botayotgan bo'lsa, qilishimiz og'ir bo'lib tushuna olmayotgan bo'lsa hikmatini, bu bizning aqlimizning noqisligidan boshqa narsa emas. Poyezd degan narsa bor. Vagon degan narsa bor, birodarlar. Vagonning ishi ana shungacha uchun yasab qo'yilgan ikkita relsga g'ildiragini qo'yib, oldidagi lokomotivga shunday ilashib olish, shu uni ishi. Agar mana shu relsda turar ekan, bu relsda kengayib ketgan joyi bo'lmaydi. Torayib ketgan joyi bo'lmaydi. Podyomi spuskasi bo'lmaydi. Uni ishi relsga ikkita g'ildiragini qo'yib, oldidagi osilsa, poyezd so'dirab ketaveradi. Bu rels Yevropada ham razmeri bir, birodarlar. Osiyoda ham, Yaponiyada ham bir. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman. Kitob va sunnat dedi. Kitob va sunnatga birodarlar, ana shu g'ildiragini qo'ygan singari relsga qo'yadigan bo'lsak oyog'imizni. Oyat hadis asosida yashaydigan bo'lsak, bu oyat hadis kengayib torayib ketmaydi. Podyon spuskasi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda yo'liga shuni ergashib turib, oyat hadis asosida yashar ekanmiz, bizning hayotimiz doim zo'r bo'laveradi. Mana bugungi boshlaydigan darsimiz mana shu aynan xotirjamlik, rizq, barakat degan mavzularni o'z ichiga oladi. Muqaddimasi haqida gaplashamiz ozgina, darsga kirishdan bo'lib. Hozirgi kunda yer yuzida yashayotgan odamlarda aksariyati, balki hammasini o'ylantirgan bitta narsa bu rizq muammosi. Mana shu rizqini topib kelishlik yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishlik yo'lida inson ibodatdan tashab qo'yapti, qarindosh urug'chilar aloqani ham tashab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashab qo'yapti. Ana shu rizq topishlik yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti. Ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor bo'lib ketyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshik talashib, otalariga tikki gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, Odam alayhisalom yerga tushirgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun qoidani chizib qo'ygan. Shariati islomiy ham shunday bir mukammal nizomki, hojatxonaga qaysi oyog'i bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqishlikkacha bo'lgan mayda ishni o'rgatgan dinimiz, pul topishlikni o'rgatmagan deysizlarmi? Qaysi tomoningiz bilan yotib, nimada buxlab turganda nima deyishingiz kerakligini o'tgan dinimiz, ana shu pulni qayerga sarflashni o'rgatmagan deysizmi? Lekin ming afsus bo'lsinki, bizda din deganda faqat ma'lum bir rusumlar, ma'lum bir kalimalarni aytib qo'yishlik ma'lum bir vaqtda shu bo'lib qolgan. Din birodarlar, bozorda
din oilada, din hunarda, din o'qishda, hayotimiz din bo'lishi kerak edi, birodarlar. Xo'p, rizq haqida nima deyilgan? Odamlar rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ishlamagan birodarlar, biram odamlar ishlamay ishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun. Va biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlolmayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Va ma min dabbatin illa alallohi rizquha." O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasiga. Xo'p, rizq degan biz pulni tushunamizda, to'g'rimi? Rizq o'zi nima? Rizq, birodarlar, faqat pul emas. Bir mush ko'zga yeyishligingiz ham rizq. Chanqab qolib ketishlik ko'chada rizq. Mashinangiz buzilib, sovuqda qolib ketib soqotishligingiz rizq. Farzand ko'rishingiz rizq, pul topishligingiz rizq. Rizq xullas sizga Alloh taolo onangizni qornida 121 kunga to'lgan kuningiz farishta orqali yozdirib qo'ygan jamiki narsa rizq deyiladi. Mana shu yerda yuqsirab o'tirishingiz ham rizq. Shunday emasmi? Qoqilib tushishligingiz ham rizq. Demak, rizq biz uchun Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa shu rizq. Pul ham rizq, birodarlar. Rizq masaganda o'ylamaylik. Xo'p, mana shu rizqni qayerdan istaymiz biz? Pulni gapiraylik biz. Biz rizq degan faqat pulni tushunamizda. Mana kasb-korimga baraka ber deymiz. Rizqimga baraka ber deymiz. Avval rizq nima-yu, baraka nima hal qilib olaylik. Keyin uni ko'paytirishlik haqida gaplashamiz, birodarlar. Mana aytdik, rizq Alloh taolo tomonidan nimaiki berilgan bo'lsa, shu narsa rizq deyiladi. O'shini ochib ko'ringlar-da aka. Mana o'rtadagi odamlarga havo yetmay qolyapti. Alloh tomonidan nima yozilgan bo'lsa rizq. Rizq ko'payib ozayadimi? Shu savolni hal qilib olaylik. Xo'p, mana shu yerda o'tirgan hamma erkak kishi. Rizqmi shu? Bu o'zgaradigan narsami? O'zgarmaydigan narsa. Pul ko'payadigan, ozayadigan narsami yoki bir xilda keladigan narsami? Men asl bo'lsinki, aksariyatimiz bu masalalarni hal qilib olmaganmiz o'zimiz uchun. Alloh taolo ana shu rizqni qayerdan istashlikni o'rgatyapti. Ana shu pulni, ana shu tirikchilikni, xotirjamlikni faqat puldan istaganlarimiz, topganimiz ba'zilarimiz bo'lmayapti xotirjamlik pul bilan. U aksincha ko'p bo'lgan sari g'am ham shuncha ko'p bo'lib ketyapti. Rizqni topishlikni Alloh taolo o'rgatgan. Shunday bir sabablarni ko'rsatganki, shunday bir yo'llarni ko'rsatganki, bizning shariat islomiyamiz agar shu sabablarda qoyim qilib qo'ysa, ko'p ham o'zini o'tdan cho'q urmasa ham kelishligini aytib qo'ygan. Ya'ni bir qattiqroq qatirilgan gayka bo'lsa, haligini bo'shatish yo'li kuluch. Shundaymi? Kuluch bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingizda ming xil yo'li bor. Ombir bilan urish mumkin, atyorkani qo'yib tosh bilan urish mumkin, ming xil yo'li bilan bo'shatish mumkin, lekin yagona to'g'ri yo'l kuluchidir. Shunday bo'lsa siz bitta burasiz bo'shardi, lekin shu kuluchni yo'qligidan ming xil qiyinchilikka kirib ketamiz. Rizq degan gaykani bo'shatish deydi, birodarlar. Kuluchi bor. U faqat bozorda emas. Bozor bitta sabab xolos. Agar shu sabablar Alloh ko'rsatgan, payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan sabablarni zo'r qilib qo'ysak, ko'p ham qiylanmasa ham kelaveradi, birodarlar. Biz topayotgan rizqni, qoringa to'g'ri topib yeyotgan nonimizni o'rmondagi bo'ri ham topyapti. Mana o chimchiqni teshiklik va kavedagi chimchiq ham topib yegizyapti bola chaqasiga. Ha endi biz odammiz, aqlimiz bor, kamchiliklarimiz bor, hunarimiz bor desa chimchiqda nimasi bor? Bo'ri nimasi bor? Uni faqat harakati bor va Allohga tavakkuli bor. Fabtaghu indallohi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Bozordan, guzardan demayapti. Allohning huzuridan istaylar, unga ibodat qilib, shukr qilib deydi. Alloh aytgandaqa yashasanglar deyapti Alloh, rizqinglarni yetkizaman. Boyaga aytayotgan mehnat, ozgina mehnat bo'lsa ham Alloh yetkizaveradi. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar. Ana shu sabablarni bilmaganligimizdan buni men yo'qshaylar aytaymi? Nasos bilan kamerani ishiramiz-ku.
Rosa ishigandan keyin ishlangani sug'ursak, pissatib qo'yib yuboradi havoda. Nima bo'lish kerak uning ichida? O'sha zalatniki bo'lish kerak. O'sha zalatniki yo'q bizda, birodarlar. Biz nasoslar o'ryapmiz. 12 oy ishlayapmiz, 25 soat sutkasiga ishlayapmiz. Ishlangani shunday sug'urishimiz bilan pissatib chiqib ketyapti. Yana nasoslayapmiz, birodarlar. Ana shu tavakkul, taqvo siylari ham 8 ta dars keladi. Shu zalatnigini olaylik-da. 10 marta urib turib zalatnigini solib qo'ysangiz turaveradi, keyin yana 10 ta ursangiz 20 ta oladi. Lekin men afsus bo'lsinki, ana shu yo'lini, texnikasini bilmaganligimizdan nasoslar o'ryapmiz. Hayotimiz nasoslashdan nariga o'tmay qoldi. Namoz o'qimaysizmi desa, ishlarim ko'payib ketdi. Dehqonchilik yig'ishtirib olaylik. Hajga bormaysizmi? Uyimni bitkazib olaylik. Ibodatda surib qo'yapmiz-da, zalatnigida mana shu bitta haj birodarlar. Haj ham rizqqa baraka keladigan ishlardan bittasi. O'sha zalatnigida o'rniga qo'ymayapmiz-da, nasoslar o'ryapmiz birodarlar. Rahmimizga, so'zimizga. Va ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allohu yarzuquha va iyyakum va huwas samiul alim. Yer yuzida o'malaganki jonivor borki, rizqi Allohning zimmasiga deydi. Sizlarning rizqinglar ham Allohning zimmasida deydi. Xo'p, rizq deganda tushundik. Endi Alloh bergan shu rizq ko'payib ozayadimi yoki bir xil turadimi? Tabii ha deydiganlar ham bor, yo'q deydiganlar ham bor. Rizq birodarlar ko'paymaydi. Rizq ko'paymaydi. Unga faqat baraka so'rash mumkin. Rizq talqil degan tushunarli bo'ldimi? Alloh nima bergan bo'lsa rizq. Yaxshi kun ham, yomon kun ham rizq. Baraka nima unda? Baraka degani ko'p deganimi? Bizda shunaqa qo'yib qo'ygan. Ko'p bo'lsa yaxshi. To'g'rimi? 10 ta sotmang, 20 ta soting. 10 ta urmang g'ishti, 20 ta uring. Ko'p bo'lsa albatta nima? Yaxshi deymiz, shunaqami? Lekin men afsus bo'lsin birodarlar, ko'p degani baraka degani emas. Yolg'on gapirib 100 so'm toping, rost gapirib 5 so'm toping. G'ish qo'yib topgan 5000 so'm g'ish purishti puli bilan qimorvozni topgan 10000 so'mini solishtirib ko'ring. Farqi bormi? Ba'zida bo'ladi-yu, mehnat qilib, birodar bir mashina ko'mirini tushirib berib qo'yib, g'ishini tashib berib qo'yib 200 so'm pul topgan bo'lamiz. Haligi 200 so'm bilan chakana emas ishimiz bitib, yana bir 50 so'm qoladi cho'ntagida. Va ba'zida bir evoqlab dodirab pul kelib qoladi 1000 so'm. Qayerga ketganini bilmaymiz, nima qilganimizni ham bilmaymiz. Baraka degani ko'p degani emas, shuni tushunib olaylik. Ko'pini quvurmaylik birodarlar. Ko'p bo'lsa baraka degani emas. Baraka degani, agar misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bir inson chanqab keldi, odatda 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Uni normasi shunaqa edi. 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Endi agar Alloh taolo baraka bersa, 1 piyola suvga ham chanqog'i nima bo'ladi? Demak, baraka degani ko'p degan so'z ekanmi? Tatimli bo'lishligi degani. Tushunarlimi? Ko'p degani baraka degani emas. Ko'p ham yolg'on gapirib 10 ta sotmay 2 ta sotib qo'ying rost gapirib. Baraka shunda bo'ladi. Baraka nima? Bir qop un, 4 ta farzand, o'sha xotin, o'sha tandir, o'sha g'o'zapaya. O'sha bir qop un sizga 40 kunga yetar edi. Endi keyingi olgan o'sha uningiz endi 50 kunga yetdi. Nima, bir qop un ko'payib qolyaptimi? O'sha un, o'sha qo'l, o'sha tandir, o'sha g'o'zapaya, lekin qorinni to'yg'izishligi ziyodaroq bo'lyapti. Demak, ko'p degani emas bolalar. Tatimli bo'lishligi. Oyoq kiyim olasiz. Bitta birodar bilan bir xil olasiz, uniki tezroq tugadi, sizniki uzoqroq yetadi. Baraka shu ekan birodarlar. Baraka degani ko'p degani emas ekan. Biz rizqimizga birodarlar baraka so'rashligimiz kerak bo'ladi. Havo og'ir bo'lyaptimi deyman. Hali 10 minut o'tmasdan uyqu so'rashni boshladik birodarlar. Bu uyqu so'raydigan dars emas. Xo'p, kasb-bekorimizga, rizqimizga nima so'raymiz ekan? Ehtimol berib qo'ygandir barakani Alloh. Faqat uni biz nimaligini bilmaganligimiz uchun ko'ra olmayapmiz. Bor sizning yuzda o'sha narsa. Siz o'sha deylik patenki ustasiz, o'sha yamoqchiligingizni qilib bola chaqangizni boqyapsiz, yon boshdagi bitta odam halol qaramasdan qarayapti, u ham bola chaqasini boqyapti. Barakot degan narsa ko'p degani emas. Demak, rizq hal qildik, barakani hal qildik. Mana
ana shu rizqimizga baraka kirsa, birodarlar, qalbimizda xotirjamlik paydo bo'ladi. Xotirjam bo'lib qolasiz. Un qimmatlayapti, hammani tilida shu unni qimmatlagani, yog'ni qimmatlagani, nonni qimmatlagani. G'ammi? Bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Tavakkul degan bob. Agar yetmasa 2 bo'lamiz darsda. Tavakkul degani nima degani? Hayotda beg'am yashash mumkinmi? Aqli joyida odam. G'am qilmasdan yashash mumkinmi? Aqli joyida odam deyapman. Mumkin emas, hamma shu fikriga qo'shiladimi? Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Patinkasini yetib kelib, so'kish eshitgan tepa o'rnitasiga chiqib, chunki olib beradigan dadasi bor. Urushib ko'ynagini loy qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan emas. Shunday, dada deydi, remontga pul deyapti deydi. Nima dardi bo'lsa shakilda dadasiga aytgan, dadasi hal qilib beravergan, xotirjam hayot bo'lgan, eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin birodarlar. Mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, yana kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Akangiz pasport stolida ishlaydi, pasport so'rashni kerak. Men uchun g'am. Lekin sizni akangiz pasport stolida ishlagani uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkretni bitta odamingiz bor. Siz uchun nima emas u? Emas. Qish kelyapti, dublonka olish kerak. Bitta jo'rangiz dublonka purish. Muammomi? Pulingiz yo'q bo'lsa ham muammo emas, chunki variantga beradi. Uzvorishlikka. Menga muammo, chunki meni dublonka sotadigan birodarim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, sizni muayyan bir muammoingizni hal qilib beradigan bitta odamingiz bo'lsa, shu muammo sizga nima emas? Muammo emas, problem emas. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamizni otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan, biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Qanaqa mumkin? Mana shu tavakkul haqida gaplashamiz. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer degan ekan So'folloh. Shu tavakkul haqida gaplashamiz. Nima u tavakkul? Allohga tavakkal deymiz. Nima tavakkal deydi? Aksariyat odam tavakkal dedi, otni baylab tavakkal qilishdi deydi. Xo'p, to'g'ri, o'sha tavakkal nima siz bilmaydi. O'sha bilmaganligimiz uchun qiylanyapmiz, birodarlar. Bilmaganligimizda hayotimiz mashaqqatdan chiqmayapti. Tavakkul bu boyaga aytganimizdek suyanish. Mana bir qancha esi bor odamlar masjidga joylashayotganda ustun tagiga o'tirgan, ana shu suyanishlikni hisobini olgan. Mana suyanmayotganlarda beli tolyapti. Lekin suyanib olgani beli tolmayapti. Hayotda xuddi shunaqa birodarlar. Hayotdagi g'am tashvishlarini Robbisiga topshirib qo'ygan odam go'yoki devorga suyanib o'tirgan odamga o'xshaydi. Endi g'amini Allohga topshirishga aqli yetmagan odam xuddi devorga suyanmay, o'zini yukini o'zi ko'tarib beli tolgan odamga o'xshaydi. Birodarlar, beg'am yashash mumkin. Bitta g'am bilan yashash kerak faqat. Allohni rozi qilishlik g'ami bilan. Alloh taolo aytayapti, meni rozi qilishlik g'ami bilan yashagin, hamma muammoim meni zimmamga hadislarda kelyapti. Lekin topshira olmayapmiz Allohga g'amni. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu innalloha balighu amrihi qad ja'alallohu likulli shay'in qadra. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi, bu kishining hamma muammolari Allohning zimmasiga bo'ladi. Tushunali bo'ldimi? Allohga tavakkul qilsa, tavakkul degani hamma g'am tashvishni yig'ishtirib egasiga topshirib qo'yasiz, g'am qiladigan joyingiz faqat Alloh desin. Tarix qarasak, tavakkulchilar tiqilib yotibdi. Payg'ambarlar eng birinchi o'rinda.
Ibrohim alayhissalom 17 yashar bolani eslaylik. Oyoq qo'lini boylab, ana shu palaxmonni kapkilga o'tkazib, o'tga otamiz deb turganda, bitta odam kelib qo'ylar, bu yosh odam, yosh yigit ekan, bilmay qo'yibdi, bitta odam himoyasiga o'tmadi. Ibrohim alayhissalom tamomiy xotirjam, g'amni Robbimizga topshirib qo'ygan. Senlar aytgan bo'lamidi? Alloh aytgan bo'ladi deb cho'chimay o'tiribdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedimi? Otishdi. Uchib ketyapti havoda. Rivoyatlarda Jibril alayhissalom keldi. Alaka haja Ibrohim. Ibrohim bizga xizmati yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkal qilgan bandani xizmatini kimlar qiladi deb kelyapti. Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, Ibrohim alayhissalom qarab, sizgami deyapti. Sizga hojatim yo'q deydi. Bo'lmasa vaziyatga tushadi. Allohga suyanishlikda tamomiy cho'qqisini ko'ring tavakkulda. Sizgami deyapti? Sizga hojatim yo'q deydi. Ammo Robbimga hojatim bor, biroq Robbimga gapirishim ham hojati yo'q deyapti. Ya'ni nima qilyapti? Bilib turibdi menga nima kerakligini. Biz ba'zida duo qilib aytamiz bir chekkadan nima kerakligini. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Allohni o'ziga topshirib qo'yib, Parvardigor menga nima kerakligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Allohu akbar deya olmaymiz biz. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Tilimizda aytmasa yetmaydiganga o'xshaydi. Birodarlar, qo'lingizni ochib Parvardigor, o'zingga tavakkul qildim deyin-da. Alloh o'zi biladi sizga nima yaxshi, nima yomonligini. Mushkuli ham shu yerda-da. Biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Robbimizga tashamaymiz. Biz o'zimiz bilamiz nima kerak. Bizning muammoimiz ham shunda. Yomg'ir farishtasi keldi rivoyatda. Parvardigor, do'sting Ibrohimni o'tkirg'itishdi. Izn ber, yomg'irni o'chirib qo'yay suv bilan dedi. Yomg'ir yog'dirib. Ibrohim alayhisalom bunaqa suyangan bandasini Jabroilga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'ymadi. Kutmagan joydan rizqlantirib qo'ydi. Aytdi-ku, quyida shunaqa sabablar bor. Agar buni biz zo'r qoyim qilib qo'yadigan bo'lsak, birodarlar, biz kutmagan joydan olib kelib qo'yadi. 2 marta, 3 marta hayotingizda ko'ring-da problemingizni siz kutmagan joydan hal bo'lib ketganligini. Qarang orqani, Allohga tavakkul qilib g'am qilmadingiz. Gap bu yoqda ekan u. Qaytib birovga dardingizni aytmay qo'yasiz. Alloh bir mushkula bersa, qarab turar ekan. Qani kimdan so'raydi yechimini? Biz unga yuguramiz, bunga yuguramiz, bo'lmaganda oxirida Alloh deymiz. O'zi aslida boshida Alloh deb turib yugurish kerak emasmidi? Kutmagan joydan hal qilib qo'yaman deyapti Alloh. Kuydirish kerak bo'lgan o't jannatda bog'iga aylanib qolmadimi Ibrohim alayhisalom uchun? Sizni boshingizni tupikka tiqadigan odam yechim bilan keladi o'zi aslida. Tushunalingmi? Biz shunga ishona olamizmi? Biz ishona olamizmi? Tavakkulchilar ustozlari, payg'ambarlar. Musa alayhissalom 600 mingta yahudiyni yetalab dengizni bo'yiga borganda Firavn orqadan ko'rindimi? Inna mudrakun dedi yahudiylar. Bo'ldi dedi, Firavn yetib keldi orqadan. O'sha zamonda eng kuchli armiyasi polni voyojonni keldi orqasidan. Qirib tashlash uchun keldi. Cho'chishdi yahudiylar. Bo'ldi, pishdik dedi. Musa alayhisalom kalla inna ma'i robbi sayahdi yo'q dedi. Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Deyishi kelmadi dedi Alloh. Asoyiz bilan dengizda kutuvdimi shu muammo shunaqa hal bo'lishligini? Kim o'yladi dengiz yorib o'tishni? Musa alayhisalom o'zi ham o'ylagan emas edi. Faqat g'am qilmadi. Men Alloh aytgandaqa yashay, Allohga suyaning, Alloh yo'l ko'rsatadi dedi. Dengiz yorib chiqib ketdimi? Birodarlar, tavakkal qilgan kishilarning tarixda minglab misolini topsa bo'ladi. Biz o'zimiz qila olamizmi shu ishni? Biz bunday qaraymiz. Men bu mashinani tekis qilib qo'yib beraman deysiz. Javob deysiz. Qadam bilasiz taqsir, og'rib qolarsiz, o'lib qolarsiz, svet o'chib qolar, qo'lingiz sinib qolar, yo'q. Men qilib beraman deysiz. Men gapimga javob beradigan bitta o'g'il bola, gapli o'g'il bolaman deysiz. Ismoil alayhisalomni men sizni so'yaman nima deysiz desa, inshaalloh sabr qilganimni ko'rasiz deyapti. U tutkizib beraman deb, prosta chidab beraman deb o'zida bor sifat, sabr. Inshaalloh sabrli ekanligimni ko'rasiz deb o'zidagi sifatni ham kimga yopishtiryapti? Ishonishmagan ular o'zlariga. Akasiga ham, dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmagan. Ular Allohga suyangan ular. Bizni zamonimizda yashayotgan odamlarimizning eng birinchi muammosi shu akalar. Shu pul masalasini, rizq masalasini to'g'ri hal qilib olsak, inshaalloh ibodatda ham huzur topib qolamiz.
Un qimmatlasa ham xotirjam bo'lamiz. Tovarimiz muzlab qolsa ham xotirjam bo'lamiz. Endi nima bo'lar ekan demaymiz. Nima deymiz? Allohning aytgani bo'ladi. Zo'ra. Misol o'ylanaversangiz, siqilaverasiz, bo'g'ilaverasiz, tugamaydi muammo, to'g'rimi? Kechqurun uyqusiz kelguncha o'ylandingiz. Bir narsa hal bo'lib qoldimi? O'zingizni nervingizni kemirgan qoldingiz. Ertaman turdingiz, problema yana turibdi. Yana siqilasiz. Agar siz boshida Allohning aytgani bo'ladi, Parvardigor, men faqat o'sha muammoda hal bo'lishlik sababini qilib qo'yaman, natija seni qo'lingda deb qo'yganimizni bilasizmi? Qanaqa xotirjamlik bo'lardi? Ya bo'ldi, xotirjam bo'ling, men qilib beraman, uka, desa bitta odam. Hali ishingizni. Hali pasportni stolda akasi bor, oshingiz keldi, bo'ldi, men qilib beraman, olib keldi, pasport oldimi? Xotirjam bo'lib qolasiz. Ol kelyapti konteyner, bitta beraman shu mashinamdan deb olib bitasiz. Variantga. Bitta odamni gapi sizni qalbingizni qanaqa bir ko'tarib yuboryapti. Endi Allohga suyanishni bilgan odam qanaqa yashar ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Law annakum tawakkaluna ala Allohi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqut tayr taqdu himasan va la taruhu bitona." Agar sizlar deyapti Rasululloh, haqiqiy tavakkul qilishdi, tavakkul nima edi? Nima edi tavakkul Allohga? Qanaqa suyanamiz? Natija haqida g'am qilmaymiz, mehnatni qilamiz, sababni qilamiz. O'sha kiyikni ovlayotgan bo'lsak, kamonni cho'zamiz, shamolda rashotini olamiz, keyingi qadamni sotib qo'yib yorib turib, endi kimdan bu yog'i? Tegsa ham Allohdan, tegmasa ham Allohdan. Qo'lingizdan kelganda hunaringiz bilan motorni yig'dingiz, endi bosadigan payt keldi. Kimdan bu yog'i? Ana. Mana shu tavakkal. Natija haqida g'am qilmaslik. Mehnat qilinadi, lekin natija haqida siqilinmaydi. Agar sizlar deyapti Rasululloh, rosakamiga tavakkul qilishni bilganinglarda, sizlarni qorningizlarda Alloh taolo xuddi qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izib qo'yadi deydi. 3 yil bo'ldi, 1 metr qor yog'di. Qushlar qirilib ketdi machidan. 1 metrda o'yib kira olmasa ular. O'lib qoldimi qushlar? Endi nima bo'lar ekan? Bu deb bo'lmabdi bu yil. Endi nima qilamiz? Non 10 so'm bo'pti. Birodarlar, agar ishonaring, agar rizqingiz bo'lsa o'lmaysiz, yashayverasiz. O'lmabsizmi demak, rizqingiz bor. Qaranglar, qancha bir uzoqlashib ketganmiz tavakkul degan narsadan. Qush albatta ertaman qonni och uchib chiqib ketar ekan, kechki payt albatta qonni to'q qaytar ekan. Bu mo'jiza bu. Bu aytdim, ularda konteyner yo'q qushlarda. Hunari, tijorati hech narsasi yo'q. Uni faqat qanoti bor. Shu sababda qanotda qoqib uchib chiqib ketadi, Alloh albatta beradi. Biz ham o'sha oyog'imizni bosib chiqamiz ko'chaga Allohga suyanib, Alloh albatta nima qiladi? O'zim hayotimda sodir bo'lgan narsa. Bozorda turganimda pista olib kelayotgan bir arava yo'lidan chiqib ketdi-da, qopcha ochilib ketdi. Qopini eng tagidan bir aravasiga ilashib qolib turib, bir yarim kilosha pista to'kildi. Pistani egasi aravakashni so'kdi, qarab turibman, men guvohman shunga. Yerdan qolgan pistani yig'di. Yana qanaqa? Qopni tagidan yirtildi. Agar tevasdan tushganda, endi tevasda turganda tushishi mumkin bo'lsa ham ustidan tushishi kerak, lekin tagidan tushmas edi, shunday emasmi? Hali odam ketdi, 5 minutdan keyin qarasam, subhanalloh, 4 ta michicha rizqini teryapti hali yerda. Qopni tagiga tushgan pista donalari. U to'kilish kerak emas hech qachon, chunki tayda qopdi. Lekin Alloh birodarlar, shu mishalarda rizqini rizq qilib yozib qo'ygan ekan, shu 4 ta 5 ta pista donasiga qoldi kelib terib ketyapti. Ana shu qushlarning rizqini bergan Alloh siz bilan bizga rizqimizni bermaydimi? Birodarlar, xotirjam bo'laylik. Mehnat qilaylik, harakat qilaylik, natija haqida g'am qilmaylik. Tushuntira olyapmanmi? Bitta darsga sig'maymiz shekilli. Tavakkul bu iymonning sharti. Fa'alallohi va tavakkalu in kuntum mu'minin. Alloh taolo aytayapti, agar sizlar rost mo'minman desanglar, rostdan musulmon bo'lsanglar, Allohga suyaninglar deyapti. Bu degani Allohga suyana olmayotgan bo'lsanglar, iymoninglarni nima qilinglar? Tekshirib qo'yinglar bu qator. Musulmon odam Allohdan boshqaga suyanishi, Allohdan boshqaga ishonmasligi kerak.
Allohga tavakkul qilishlik nimaga o'xshaydi? Allohga tavakkul qilishlik bir baliqchiga o'xshaydi. Baliqchi to'rini qayg'iga soladi. Balig'i bor deb gumon qilgan joyga boradi, to'rini tekis qilib yayib qo'yadi. U shart tashavormaydi. Alloh yozgan bo'lsa chiqadi demaydi. U sababini qiladi. Tekis qilib yayadi, qayg'i borib endi nima deydi? Allohga tavakkal qiling. Keyin tortadi. Chiqsa ham alhamdulillah, chiqmasa ham alhamdulillah. Siqilmaydi bugun chiqmadi, bugun yozmabdi-da. Va o'sha mashina sizga o'tganda $500 foyda qilardingiz. Mana palonchi ilib ketdi. Endi sherigingizga bilan urushaverasiz. Men senga aytdim ushlab tur deb. Taqsir xotirjam bo'ling. Bugun shu mashina sizni qo'lingizga kelishingiz yozmagan, nima bo'lmadi? Sen bo'lmaganda mana bo'lmasdi. Tavakkul mana shunday narsa ekan, birodarlar. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida ana shu urush bo'lib turgan paytlarida hujrasiga kirib ketsa, yonidagi bir hamrohlari, bu Alining dushmanlari bor, biror bir tajovuz qilib qo'ymasin, kelinglar qorovulchilik qilamiz deb eshik tagida qorovulchilik qilib turishibdi. Ali karramallohu vajhiga chiqsa, eshik tagida qurolli odamlar turibdi. Nima turibsizlar? Sizni qo'rg'ilyapmiz. Kimdan qo'rg'ilyapsizlar? Samo ahlidanmi? Yo yer ahlidanmi desa, nima? Ya Amirul Mo'minin, bu sizni samo ahlidan, farishtalardan qanaqa qilib himoya qilamiz? Albatta yer ahlidan himoya qilyapmiz desa, agar samo ahlida yozilgan bo'lsa, menga musibat yetishligi. Sizlar meni himoya qila olmaysizlar. Agar yozmagan bo'lsa, nimadan himoya qilasizlar? Bir olim aytgan ekan, yozilmagan narsadan nimaga qo'rqing? Agar yozilgan bo'lsa musibat, qayoqqa qochay degan ekan. Tushunalingmi? Burningizni sinishini yozgan bo'lsa Alloh taolo, ko'chaga chiqib mushlashib sindirib kelgan bo'lsangiz, siz men mushlashgan uchun sindi demang. Demak, uyda turganingizda shu yugib kelib bir boringiz chig'anog'i tegib ham burningiz mo'lar ekan, sinar ekan. Rozi bo'laveringlar. Allohning bergan kuniga faqat nima bo'lish kerak? Rozi bo'lishlik kerak. Yarim soat bo'lib qoldi. Ali roziyallohu anhu Yahudiyning uyida ittifoq bilan bog'dagi xurmolarni sug'orib berishlikda ittifoq qildi. Ya'ni faraz qilaylik, quduqdan olib chiqib bir paqa to'kkan suviga 2 dona xurmo beradi. Ali karamallohu vajhi quduqdan olib chiqib suvni sug'ordi. Bir qancha xurmo daraxtlarni sug'organdan keyin Yahudiyning bog'ida bir hovuch xurmoga yarasha yetdi. Ya'ni bir kunlik xotin bola chaqasi bilan yeydigan ovqat bo'ldi. Paqirni sharg'itdi. Ber haqini dedi. Yahudiy hayron bo'ldi. Tugatmading-a ishni hali? Tugat desa, men sen bilan bog'ni tugatishlikka dogovor qilmaganman. Paqiriga ikkitadan gaplashdik, ber xurmoyim. Bugunga yetadi deydi. Biz 5 yil, 10 yilda rashodini olamiz-ku. 10 qop un olib qo'yganlar yo'lmas ishimizdan. Birodarlar, Alloh biladi, uni kuya yeydimi, o'g'ri oladimi, o't ketadimi, nasib qilsa yeysizmi? Ertagacha, ertaga Xudo podsho deydi. Tavakkulni qarang. Bir dona narni ko'tarib kelyapti Ali karamallohu vajhi. Bir dona. Shu bilan tugasa ham bo'laveradi o'zi. Fatima onamiz ona degan xolaganaga, eshit xolaganaga qarang. Kim bular? Birodarlar, faqrona hayotda biz yomon narsa deb bilmaylik. Qo'limiz, rizqimiz kalta bo'lgan bo'lsa, bu yomon ko'rgan uchun Alloh buni berayotgani yo'q. Yaxshi ko'rgan bandalarga mana shunday hayotni bergan. Ali payg'ambarimizning amakivachchasi bo'ladi. Nasl-nasabda payg'ambarimizga bog'lanadi. Payg'ambarimizning eng yaqin sahobalaridan 10 ta ashara-i mubashsharani bittasi jannatiylarda. Payg'ambarimizga kuyov, jannat yigitlarining sayyidlari bo'lgan Ali, Hasan va Husaynlarning otasi, yer yuzida yashab o'tgan eng komila ayolda 4 ta ayoldan bittasini eri bo'lgan Ali kambag'al bo'lgan, lekin rozi bo'lgan hayotidan. O'shuning uchun zo'r yashagan ular. Bir donarga qurib yetib, bir donarni ko'tarib kelsa, yo'lda bittasi Alloh uchun xayr qiling deydi, shart beradi. O'rniga qo'yib beriladi biz o'zimizni. Biz aqlimizga sig'maydi, chunki biz aqlimiz sig'dirmaydigan bo'lib qolgan bunaqa narsalarda. Har xil narsa bilan to'lib qolgan biz aqlimiz. Uyga keladi, olib keldingizmi desa, Alloh yo'lda bittasi xayr qiling deb berib yubordim dedi. Mana ko'ringlar birodarlar, bugun Fatima onamizni onor yeyishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, onor yeydi.
Agar onor yeyishini taqdir qilmagan bo'lsa, yemaydi. Nima bo'ldi ona? Yo'q bo'ldi. Jannatga oshiradi gapirdik. Abu Dahdah uyini bitta xurmoga nima qildi? Demak, bugun Abu Dahdah uysiz, bog'siz qolishini Alloh taqdir qilgan, yaxshilikka almashtiruvdi ham uysiz qoldi. Agar yaxshilikka almashtirmaganda ham bo'ladi ekan baribir uysiz qolardi ekan. Shunaqa birodarlar. Yaxshi bo'lsa ham shu hayot, yomon bo'lsa ham shu hayot. Shu gapni ikkalasi gaplashib turuvdi, eshik taqilab qoldi. Chiqsa bir odam qo'lida xolta. Bu dedi, Allohdan payg'ambarga keldi dedi. Payg'ambar sizga jo'natdi alayhisalom dedi. Ali karamallohu vajhiga shuni olsa, onor. Rahmat deb kirib ketmadi, to'xtaying dedi. Shat to'xtadi. Sanadi. Birodarlar, hadiya sanalmaydi. Hadiyani sifatiga qaralmaydi. Hadiyani indamay qabul qilish kerak. Sanayapti u. Sanasa 9 ta. Yana bitta bo'lish kerak deyapti. Allohga tavakkuli shunaqa qattiqki, Robbisining va'dasiga shunaqa ishonadiki, 10 ta deyapti. Yana bitta bo'lish kerak, qani deydi. Rost payg'ambarimizga Allohdan keldimi? Payg'ambarimiz menga jo'natdimi? Nima bo'lish kerak bu? Qayerdan bilasiz dedi? Aytdiki, eshitmaganmisan? 1 deb bersang 10 deb beraman degan Allohning va'dasi. Shunaqa ishongan ular Allohning va'dasiga. Har kishi vallohi tekshirmoqchi edi, yengidan chiqarib berdi. Bizga o'zi ikkita kelsa ham jon deymiz birodarlar. O'shuning uchun kelmayapti bizga sirasi. Ular xuddi eshitadi odamga 10 ta ushatib qo'yib, olib kelib bering deganda qanaqa ishonasiz 10 ta olib kelib berishiga? Bitta kamib qolsa berdingizmi? Senga 10 ta berganman deb. Allohning va'dasiga shunaqa qattiq ishongan ular. O'shuning uchun ular aziz yashagan birodarlar. Pulini ko'pligi bilan aziz bo'lgan emas, Allohga suyanganligi bilan aziz bo'lgan. Rizqqa baraka olib kelishlikka sabab bo'ladigan birinchi sabab Allohga tavakkul birodarlar. Tavakkul o'ziga bog'liq bo'lgan ishni qilib, natijasini Allohga qo'yishlik tavakkul. Tavakkul to'rni yayib qo'yib, chiqadimi, chiqmaydi deb o'ylanmaslik tavakkul. Tavakkul o'qni otib turib kiyikka, teyamiki deb siqilmaslik tavakkul. G'am qilmaslik tavakkul. Birodarlar, g'am qilmasdan yashasa bo'lar ekanmi endi? Agar bir kun yashab ko'ring-da, bir kun g'am qilmasdan. Ini hayotning kamalini 7 ta rangida ko'rib, svitnoy bo'lib qoladi hayot birodar. Hali gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana yarim soatim o'tib ketdi. Bu birinchi dars edi birodarlar. Endi bundan keyingisi bundan ham shirin bo'ladi inshaalloh. Keyingi darsimiz taqvo. Rizqqa baraka olib keladigan, qalbga xotirjamlik olib keladigan ishlarda ikkinchisi bu Alloh taologa taqvo qilishlik. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda mana shu haqida gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.